Yani Yoqub aka ham keldilar. To'ylariga 10 kunmi qoldi. To'yini beramiz endi. Assalomu alaykum. Yoqub aka, tuzimisiz? Shogird bilan to'yini aka sizga $200 addushi. Qarang, xo'p, to'yingizga necha kun qoldi? 10 kun. Plus minus 10 kun qoldi to'yingizga. Hop, mijozda keyin sizni qidirib qolmaydimi? Kredit kerak bo'lsa? Shu to'yim kuni ham telefonda aloqada bo'ladi. Ha, to'yingiz kuni ham telefon qilishsa, bemalol ma'lumot bera olasiz, to'g'rimi? Hop, mijozlarimizga $30,000 dan $5,000 naqd ko'rish pul kerak bo'lsa, qayerga murojaat qilishsin? Mana shu nomer qoldiramiz. Aha. Pastda nomer qoldiramiz, shu nomerga aloqa qilib. O'zingizning nomeringizni ishligini necha kunda hal qilib berasiz? Bank ish kunidan. 3 bank ish kunida bitta. Necha yil muddatgacha beriladi? 5 yildan tortib 7 yilgacha. 7 yil muddatga, 1 yildan 7 yilgacha olishsa bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ldi aka, sizga murojaat qilishadi. Eng foizini aytib qo'ying, necha foiz? 8-3%. 8-3% qoldiq summa $10,000 olishsa, yiliga $830 qo'shib qaytarishadi, to'g'rimi? Lekin mashina zo'r, hujjat talab bermadimi ish qilib? Ya. O'zingizni mashinangiz. Gap yo'q aka, bizga nasib qilsin.